Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, musofir shahriga ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga haftada 4 marotaba reyslarimiz bo'lib o'tmoqda. Dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga ekrandagi 93 258 80 80 nomerlarimizga telefon qilib, Rossiyaning 10 dan ortiq shaharlariga biz bilan birgalikda komfort amalga oshirsalar bo'ladi. Yutong avtobuslarimiz 24/7 xizmatingizda. Primo telefon qilib tusha olmayotgan vatandoshlarimizga Telegram, WhatsApplarimiz yoniq yokida Primo efirlarimiz 24 soat yoniq turibdi. Bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Qaysi shaharga ketmoqchisiz, narxi nech pul. Avtobusimizni ko'rdinglar vatandoshlar, masjidimizni ko'rsatib qo'ying. Yangi tushgan masjidimiz yonida joylashgan. Keling mana kutish zalini ko'rsataman. Vohadan, vodiydan kelgan aka-uka singillarimizga bemalol sharoitlarimiz bor. Kelib, bemalol damingizni olib o'tirsangiz bo'ladi. Hozir 5-10 minutdan keyin pasatga joylarimiz bo'lib o'tadi vatandoshlar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, bir kun oldin onlayn tarzda mestangizni bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. 80-80 nomerlarini ekranda qoldirib qo'yganmiz. Mana bir ikki og'zim ma'lumot suhbat olib ko'ramiz. Keling mana. Tog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerga ketyapsiz? Moskvaga. Necha nomer bilan gaplashdingiz? 25 80 80. 80 hamma, to'g'rimi? Hozir mana 5 minutdan keyin pasatga joyi bo'lib o'tadi vatandoshlar. Har bitta odamimizga 50 kilogacha yuklarimiz poложено, olib kelaverasizlar, bagajga pul olinmaydi. Tanlovda adashib qolmanglar, ekranda ishonchli nomerlarimiz, sog' bo'linglar.